Assalomu alaykum, efirda Uzak xabarlari. Bugungi dasturimizda birja yangiliklari hamda joriy yilning boshidan beri birjaning qora metal bozorida shakllangan holatlar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Dasturimiz avvalida an'anaviy tarzda o'tgan haftaning asosiy ko'rsatkichlariga to'xtalib o'tamiz. Bu o'tgan haftaning asosiy ko'rsatkichlari edi. Endi bevosita birja yangiliklariga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Investitsiya institutlari milliy uyushmasi tomonidan o'tkazilgan tanlov yakuniga ko'ra, O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi 2024-yilda eng yaxshi korporativ boshqaruv nominatsiyasida g'olib bo'ldi. Ta'kidlash lozimki, birjaning samarali korporativ boshqaruvi jamiyatning menejerlar va aksiyadorlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydi, biznes jarayonlarini optimallashtiradi, uning faoliyatining shaffofligini oshiradi hamda kompaniyaning barqaror va izchil rivojlanishiga xizmat qiladi. Navbatdagi yangilikka to'xtalib o'tamiz. Biznes jarayonlarini optimallashtirish hamda ish samaradorligini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi ilk bor sun'iy intellekt xizmatlaridan foydalanishni boshladi. Xususan birjaning elektron davlat xaridlari tizimida mijozlarning qo'llab-quvvatlash maqsadida AI chatbot xizmati joriy etildi. Endilikda birjaning xarid.uzaks.uz platformasida avtorizatsiyadan o'tgan foydalanuvchilar real vaqt rejimida birjaning kol markaziga murojaat qilmasdan o'zlarining so'rovlariga tezkor javoblar hamda texnik ko'mak olishlari mumkin. Kelgusida AI chatbot funksiyalarini kengaytirish, sun'iy intellektning yangi xizmatlarini joriy etish hamda ularni birjaning boshqa elektron savdo platformalariga integratsiyalash ishlari rejalashtirilgan. Endilikda birjaning alohida tovar segmentiga o'tamiz, ya'ni joriy yilning boshidan beri birjaning qora metal bozorida shakllangan holatlar bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rib chiqilayotgan davrda birja orqali 130 ming tonnadan ortiq qora metal mahsulotlari sotilgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 18% ga kam demakdir. O'rtacha oylik sotuv hajmi 26 ming tonnani tashkil etgan va oyma-oy sotuv hajmlariga e'tibor beradigan bo'lsak, eng yuqori sotuv hajmi aprel oyiga to'g'ri kelmoqda. Aynan mana shu davrda birja orqali 34 ming tonna qora metal mahsulotlari sotilgan. May oyidagi so'nggi ko'rsatkich 25 ming tonnani tashkil etdi. Bozorning tarkibiy tuzilmasiga to'xtalib o'tamiz va bu yerda katta o'zgarish sodir bo'lmaganligini ko'rishimiz mumkin. Mutlaq yetakchilik, ya'ni sotuvlar bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich armatura mahsulotlarida saqlanmoqda va u bozorning 86% ni egallaganligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi o'rinda turgan burchak mahsulotlarning umumiy ulushlari 8% ni tashkil etdi va hamda 3-o'rinda doira mahsulotlari kelmoqda. Qolgan mahsulotlarning ulushlari 1% dan kamroqdir. Dasturimiz davomida bozordagi konjunkturaga to'xtalib o'tamiz, ya'ni eng ko'p sotilgan mahsulotlar bo'yicha shakllangan narxlarni ko'rib chiqamiz. Dastlab albatta bu armatura mahsuloti hisoblanadi va grafikka murojaat qiladigan bo'lsak, bu yerda o'zgaruvchanlik hamda asosan o'sish holatlarini kuzatishimiz mumkin. Yilning boshlarida savdoga qo'yilgan hajmlar nisbatan pasayib ketganligi bois narxlar mahsulotning bir tonnasi uchun 9 million so'mdan 9 million 300 ming so'm miqdorigacha ko'tarilgan. Mart oyiga kelib esa bu yerda vaziyat o'zgardi, ya'ni narxlar pasayganligini ko'rishimiz mumkin. Biroq keyingi oylarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda talabning oshishi sababli narxlar ham o'sish tendensiyasini namoyon etib kelmoqda. Xususan aprel oyida narxlar dastlab
9 million 300 ming so'm miqdorigacha ko'tarilgan bo'lsa, so'nggi kotirovka, ya'ni may oyidagi kotirovka 9 million 400 ming so'mni tashkil etdi. Burchak mahsuloti bo'yicha shakllangan holatiga e'tiborimizni qaratib o'tamiz. Bu yerda ko'proq o'zgaruvchanlik hukm surmoqda. Dastlab yilning boshida bu yerda ham narxlar ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. O'rtacha narxlar mahsulotning bir tonnasi uchun keskin 9 million 700 ming so'm miqdorigacha oshganligini ko'rishimiz mumkin. Biroq keyinchalik vaziyat o'zgardi, ya'ni barqarorlashdi va narxlar pasayib bordi va aprel oyida 9 million 400 ming so'm miqdorigacha tushganligini ko'rishimiz mumkin. Narxlarning pasayish darajasi bu yerda 4% ni tashkil etgan. Biroq may oyida ko'rinib turibdiki, bu yerda savdoga qo'yilayotgan hajmlar nisbatan pasayganligi bois hamda talabning ko'tarilishi sababli narxlar ko'tarildi hamda so'nggi kotirovka may oyida 9 million 600 ming so'mni tashkil etdi. Va dasturimiz so'ngida qora metall mahsulotlarini hududlarda sotib olish darajalariga to'xtalib o'tamiz, ya'ni bozorga talab nuqtai nazaridan yondashamiz. Bu yerda ham katta o'zgarishlar sodir bo'lmagan, eng yuqori sotuv hajmlari aynan Toshkent va Toshkent viloyatiga to'g'ri kelmoqda, ya'ni bozorning demak 66% aynan mana shu hududga to'g'ri kelmoqda. Keyingi o'rinda turgan Namangan viloyatining ulushi 10% ni tashkil etmoqda hamda keyingi uchtalikka kirgan eng yuqori ko'rsatkich Navoiy viloyatiga to'g'ri kelmoqda va ushbu hududning umumiy ulushi 5% ni tashkil etdi. Qolgan hududlarning ulushlari esa nisbatan kamroqdir. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Birja kotirovkalarini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.